Ana jinoyatchi bos. O'zbekiston Respublikasi sinfdoshlar birdamligini ta'minlash sudi ayblanuvchi sinfdoshlar guruhiga yozmay ketgan Shaymqulov Azbek Akram o'g'lining sudini ochiq deb e'lon qiladi. Sud so'z navbatini qo'llovchiga beradi. Marhamat. Rahmat, hurmatli sudya. Bu shaxs sinfdoshlar guruhiga qasddan yozmagan. Bu yetmaganidek, sinfdoshlar tashkil qilgan tadbirlarga bezbetlarcha kelmagan. Eng achinarlisi bu ko'rnamak o'zining parallel sinfdoshi AM ismli ma'shuqasi bilan uchrashuvga vaqt topgan. So'z navbatini oqlovchiga beramiz endi. Marhamat. Becharan megabayti bo'lmagandir. Balki zaryadi tugagandir. Balki yig'inga boshqa puli bo'lmagandir. To'g'ri lekin. Yolg'on, hammasi bo'xton, safsata. Mana ayblanuvchining har doim megabayti bo'lganligi haqida kompaniyaning xulosa nuqtasi. Ayblanuvchining har doim yig'ilishlarga borishga puli bo'lganligi haqida bosh buxgalter pul tushirib berganligi haqida hujjatning nuqtasi. Bu nuqta soxta bo'lishi ham mumkin-ku.